Xitoy Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qartilgan xitoylashtirish siyosatini davomlashtirmoqda. Xitoy yaqinda buyon Sharq Turkistonni cho'chqa beqish bazasiga aylantirishni planlayotganligini ko'p qatam tilga oldi. Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonlarda cho'chqa fermalari qurilganligi haqidagi xabarlar orqa-orqadan o'ttirg'i chiqdi. Doiralar yaqinda Baying'ulin oblastining Chaqaliq noyisida cho'ng bir cho'chqa boqmachilik bazasi turini boshlaganligini e'lon qildi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, 20 may Chaqaliq noyisi Tassayesida qurilishi boshlangan bu turga Changdo o'rmonchilik va chorvachilik shirkati 2 milliard 200 million yuan mablag' solgan bo'lib, yiliga 1 milliondan ortiq cho'chqa beqish planlangan. Ko'zatchilar buning Xitoyning Uyg'ur kimligini yo'qotish uchun qasddan yo'lga qo'ygan madaniyat qirg'inchiligining bir parchasi ekanligini va Xitoyning bara-bara Sharq Turkistonni cho'chqa beqish bazasiga aylantirmoqchi bo'lganligini ko'rsatdi. Xitoyda hayot normallashayotganligi aytilgan Beyjingdagi bir bozorda Wuhan virusi bilan yuqumlanuvchilar bayqaldi. Virusning yangidan tarqalishiga bo'lgan andish sababli Beyjing jiddiy holatga o'tdi. Beyjingda 6 yangi vaqa bayqalgandan keyin eng chong top setish bozori taqib etildi. Xinhua torining xabar qilishicha, vaqa bayqalgan Beyjingdagi eng chong top setish bozori taqalgandan keyin bozor dezinfeksiya qilinib, barliq xizmatchilar tekshirildi ekan. Xitoyning Wuhan shahrida o'ttirg'i chiqqan yangi tipli Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar soni dunyo miqyosida 7 million 742 mingga yetdi. O'lganlar soni 428 mingdan oshdi. Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg Xitoyning qad ko'tarishiga ergishib, yer sharidagi kuch tamponligida tubdan o'zgarish yuz berishi mumkin dedi. Stoltenberg Germaniyada nashr qilingan Dunyo gazetiga so'z qilganda, Xitoyning Yevropaga yetib bora oladigan yiroq masofalik boshqariladigan bomba va yadro qurollariga mablag' selayotganligini, G'arb ittifoqining bu yangi xirisga qarshi ittifoqlashish kerakligini ko'rsatdi. Stoltenberg Xitoyning Yevropaning ishiga yaqinlashganligi aniq bir haqiqat deb ta'kidladi. Stoltenberg Xitoyning Yevropaga muhim aslaha mablag'i solganligi, shundaqla Shimoliy qutb rayoni, Afrika va O'rta dengizdagi mavjudligini oshirganligini bayon qilib, Xitoyning yana tor dunyosidagi cho'ng bir kuch ekanligini ko'rsatdi. Livanda davomlashayotgan iqtisodiy krizisning ta'siri natijasida Livan lirasining qiymati tushib ketgandan keyin davlat miqyosida namoyish portildi. Shanba kuni poytaxt Beyrut va Tripoli qatorliq nurg'un shaharlarda namoyish yuz berdi. Namoyishchilar bilan saqchi va armiya orasidagi to'qinishlar kun bo'yi davomlashdi. Namoyishchilar o'zlarini tarqoqlashtirish uchun yosh oqizish bombasi va plastik o'q ishlatgan saqchilarga tosh va potilkalar bilan qarshi turdi. Iroq hukumatiga qarashli bexatarlik axborot to'ri tarafidan e'lon qilingan yozma bayonotga qaraganda, poytaxt Bag'dodning shimoliga joylashgan Amerika askarlari turishliq Taji harbiy bazasiga 2 dona boshqarilgan bomba etilgan. Iroqda Birlashma armiya turishliq Taji bazasiga qilingan raketamyot hujumida o'lish yaralanish bo'lmagan. Bayonotda aytilishicha, hujumni birat tashkilot ustiga olmagan bo'lib, Amerika va Iroq bexatarlik qismlari hujumni tekshirishni boshlagan.